Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar uchun ikki xil fasondagi, 4 xil rangdagi ukologimiz obzorini qilib beramiz. E'tiborlar uchun. Bu ukologimiz razmeri 220 ga, uzun tarafi 420 bo'ladi. Buni 320 ga 220 qilib ishlatsa ham bo'ladi. Taburetkalarni qo'ysanglar, mana spalniy vazifasini ham bajaraveradi. 2025-2026 yilda trendga chiqqan fasonlarimizda bolishlari o'ziga qadalgan bo'ladi. Orqalari o'zini materialidan, materiallari mo'shi 100% xudo xolisi. Keyingisi ham fasoni bir xil, rangi boshqa materialdan bo'lgan. Mana xudo xolisi yog'ochlari 100% sasna yog'ochdan bo'lgan. Barlariga ham e'tibor berasizlar. Chista yong'oqni daraxtining gullari bilan bir xil chiqarilgan. Bunisi ham MDF. Bunimiz ham razmeri 420 ga, kalta tarafi 220. Bunimiz 2025-yilda trendga chiqib ulgurgan high-tech fason Tesla deb nomlab qo'yganmiz. Bunisini oyoqlarini mana tilla svetda qilganmiz. Bu ukologimiz razmeri 220 ga, uzun tarafi 4,5 metr bo'ladi. Bu ukologimizni o'rtadagi jurnalniy stollari bilan, MDFli jurnalniy stoli bilan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida 6,800,000 so'mdan qilib beramiz. Yog'ochlari 100% sasnadan, xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Nomerlarni pastda qoldiramiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar uchun doimo xizmatdamiz.